Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abduqodirov. Bugun bizga qarorchi uzun market birinchi startap loyihamni obzor qilamiz. Har doimgidek YouTube kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. 100 taga oz qoldi, 50 dona. Okay, let's start it. Mana bu qarorchi haqiqiy uzumda. Mana bu haqiqiy uzun market. Haqiqiy. Qarorchi ma'nosi maniki. Mana bu men yasagan uzun market. Bu haqiqiysi. Qarang. Nimaga men bu loyihani quryapman? Meni maqsadim, bu videoni olishdan maqsadim bunaqa o'zim qilgan startaplarni olib chiqib maqtanish emas. Просто tak sizlarga anaqa narsa berish, ilhom ko'rsatma berishdi. Ko'rsatma, короче, qanaqa bo'ladi? Misol uchun backend o'rganishni boshladingiz. Backend o'rganishni boshladingizda, короче, bu yoqda frontend tugatgansiz. Bu yoqda fokusingiz backendda. Faqat backend kod yozyapsiz, или baxta frontend skilllaringiz esingizdan chiqib ketishni boshlaydi. Ishlatilmagan narsa eskirishni boshladimi? Da, eskirishni boshlaydi. Uxlab qoladi skilllar. Shuning uchun nima qilish kerak? Backendga o'tdingizmi? Backend etapga o'tdingiz. Keyin baxta birorta, misol uchun qanaqa saytlar bor? Apple'mi? Misol uchun Apple birorta garchi kattaroq ma Apple demiştim. Короче, birorta kattaroq loyihani olib ketish kerak edi. Frontend o'ta katta bo'lishi ham shart emas. Bu skilllar uyg'otadigan, esda qoladigan birorta normalniroq qilish kerak deb o'ylayman. Hozir to'xtab turib kompyuter jimlik bo'ldi. Apple Короче, ekranimiz So'lchimo Apple O'zbekiston ekanda, mana qaranglar. So'lchim manaqa saytda ham qilsa bo'ladi. Короче, men bu sub navar или navar element navar. So'lchimo drop downlari. Keyin mayda kartlar kattaga. Bu qisqa ekan sayt. Keyin men ham backendga o'tganimda, короче, shunaqa bo'lishni boshlagan, или u bitta reysga kelganda men uzun marketni qilishga bel bog'laganman, короче. Men ko'rishinglar mumkin. Uzun mavzuri. Qidiruv. Men Zigpad qidirsa, no searching bor. Searching yuzak или like deb olsangiz, singlarga o'tamiz. Like ga qo'shiladi. Baxton bunday qilsak, Tostify orqali, React Tostify orqali kartga qo'shiladi. Kartga qo'shiladi. Kart. Bunday qilsa mehri ko'payadi, narxlari qo'shiladi. Bunday qilsa ayladi. Bu increment, decrement. O'ta murakkab emas. O'zim ham o'ta murakkab emas bu ham. Oddiy e-commerce veb-sayt. Skilllar yo'qotib qolmasligi uchun shunaqa loyihalardan qilib turish kerak. Shunda sizning skilllaringiz hech qachon o'lmaydi. Xo'sh. Keyin yana sizlar bilan buni kodlar bilan tanishtiraman. Birinchi kodlar birinchi o'rinda tartib bo'lishi kerak. Tartib. Komponentlar 404, ya'ni 404 nima u? 404 короче, bunday qilamiz. Bunaqa deb bunday qilsak, buni topolmaydi. 404 error beradi. Bosh sahifaga qaytamiz. Keyin esa cart product. Ko'chmaydi. Kart mahsulotlarida bu qaydan keladi? L.title, L.url hammasi qaydan keladi deyishim mumkin. Bular hammasi mayda statikdagi index.js dan keladi. Uzundagi ma'lumotlar olingan. Hammasi mas'ul. Ko'rchi bunaqa linki, name, rasm, ba'zilar. Xo'sh. O'sha aytgandaqa birinchi o'rinda tartib kerak. Karuselda garchi
EKB qo'yib turibdi buni. Mana bu karussel bo'ladi. O'zidan o'zi avtomatik ham o'tadi. Qo'l bilan o'tkazsa ham bo'ladi. Mana. Keyingisi empty. Empty короче bu bo'sh narsani empty deyiladi. Tushunasizlarmi? Bo'sh narsani. Hozir this mana bu empty deyiladi. Xo'sh, keyingisi footer. O'sha pastdagi mana bu footer bo'ladi. Qaytamiz. Pastdagi mana bu footer bo'ladi. Footer ham ja yorib olgan yerim yo'q. Keyingisi navbar button, product, subheader, context, router, static. Router ichida короче home, card, shular kodi bu. Bunaqa vaqt cho'zib o'tirib kelmadi. Xo'sh, shunaqa gaplar. Front-end skilllaringizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, bitta startap loyihani qurish kerak. U startap emas, endi birorta proyektni klonini ham qilish kerak. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Abduqodirov bo'ldi.